Assalomu alaykum. Uzum ishqibozlari, dehqon egalar. Mana uzumlar qalamcha qilgan edik. Bunaqangi oddiy teplitsa sharoitida qilganmiz. Uy sharoitida emas. Teplitsa issiq bo'ladi, nam havo bo'ladi. Qalamchalarga mos havo bo'lgani uchun shu qalamchalarimiz ko'karibdi. Mana shu holatda. Endi bular xudo xohlasa ekishga tayyor bo'ldi. Bularni ham kiloylarga, stakanchalarga ekamiz, xudo xohlasa. Bu mers, qora mers. Bunisi rizamat ekan, rizamat o'ti. Ikkinchisi bu qora damiski. Oddiy apilkaga qilindi. Apilkani namlab, qalamchalarda bitta ikkita bo'g'im qilib kesdik, shunday suqib qo'ydik. Bular keyingi qilingani F1 bilan Sug'diyonani qilganman. Bular ham barg chiqarishni boshladi. Bir ikkitasi ildizini ham chiqarishni boshlabdi. Ozgina ildiz oqarib qolibdi. Endi bular shayn muskat. O'rtadan bo'lib qo'yganmiz. Bunisi avatar. Bunisi yana qaysi tandurida esimdan chiqib qoldi. Bu manikyur finger bo'lishi kerak. Bu etyud. Bunisi kober. Bular ham barga o'zib qoldi. Bular ham endi ildizlab qolsa kerak. Xudo xohlasa bularni ham natijasini video qilib gruppaga joylaymiz. Bularni birinchi tajribaga qilgan edim. O'zim bu sohada yangiman. Tajriba qilib shularni qilgan edim. Uni ildizlari ham to'ldi. Bularni ham o'sha apilkaga qilganman. Bular oddiy o'zimizni местный kishmish rizamatlardan. Shular ham ildizlagan holatda shu tuproqqa ekkanman. Ildizi to'lyapti. Sal havolar ilib bo'lsa, bulardan tashqariga olib chiqib ekamiz.